yilga yaqin o'rtog'im menga tovuq go'shtini 2 xil usulda marinovka qilishni o'rgatdi. Shuni sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Kerakli mahsulotlar: soya, limonni suvi, o'simlik yog'i, chesnok va toza asal. Masallarning kolичествосini описаниеda yozib qoldiraman. Ziravorlardan tuz, koriander, paprika, shirin albatta va murch. Hammasini aralashtiramiz. Yuvib tozalangan oyoqchalarimizni shunaqa teshib chiqamiz. Marinovkamiz ichigacha kirishi uchun bu marinovkamiz 1 kilo tovuq go'shti uchun mo'ljallangan. Hammasini yaxshilab aralashtirib olganimizdan keyin ustini yopib 3-4 soatga xolodilnikka olib qo'yamiz. Ikkinchi marinovkamiz go'shtni yumshoq qilib mazali qilib beradigan klassik qatuli marinovka. Bizga qatuv kerak bo'ladi: limonni so'ki, chesnok va ziravorlar, tuz, koriander, zira, shirin paprika. Hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Men bu marinovkani tovuq soni uchun mo'ljalladim. Eng shirin joylaridan bittasi yuvilgan tovuqlarimizni pichoq bilan teshib olamiz. Orasiga yaxshilab kirishi uchun. O'zi tovuq go'sht tabiatan unaqa shirin bo'lmagani uchun ko'pincha marinovka qilib keyin ovqat qilamiz. Shoshib turganda, ayniqsa ishlaydigan ayollar uchun xolodilnikda tayyor marinovka qilingan tovuq go'shtlarini olib duxovkaga tiqib yuborsa, ham mazali, ham tez pishadigan ovqat bo'ladi. Tovuqlarimiz 4 soat davomida marinovat bo'ldi. Endi bularni paketlarga solib, tegi souslarini ham quyib yuboramiz. Iloji bo'lsa havosini chiqarib tashlab, shunaqa yaxshilab og'zini yopib olib qo'yamiz. Marinovka bo'lgan go'shtlarni hech qachon morozilkadan olib xona haroratida eritmaylik. Xolodilnikni pastida ertalab olib qo'ysanglar, kechgacha muzlari eriydi. Shunda tovuqlarimiz mazasi o'zgarmasdan juda ham shirin bo'lib pishadi.